Do'stlar, mana biz gel tayyorlash jarayoniga keldik. Ko'rib turgan gellaring mana bunday holatda tayyorlanadi mana do'stlar. Qo'yiq gel mahsulotlari 300 litrli, tashqarisi oddiy metal, ichkarisi nержавейкаdan qilingan qozonda tayyorlanmoqda. Mana bular nержавейка qozonlarimiz. Bular esa do'stlar, ko'rib turgan gel mahsulotlaringiz, ya'ni qo'yiq gellar, suyuq gellar. Bu yerda endi bu mijozimiz yana boshqa nimalar ham chiqarishadi, ya'ni antifriz, jiddiy nima shampunlar, har xil mahsulot chiqarishadi. Hozirda zakaz faqat qo'yiq gel bilan suyuq gelga bo'lgani uchun shundan chiqaryapmiz deyishyapti. Do'stlar, gel ishlab chiqarish biznesi ushbu ko'rib turgan qozoningizda 17 xil mahsulot, 17 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Bular qo'yiq gel, suyuq gel, jiddiy melash, shampun, antifriz, antijirniy gellar, balon qoraytiradiganlar, hattoki do'stlar samomoykani, avto shampunini ham ishlab chiqarsangiz bo'ladi do'stlar. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bu qozonni sotib oldik. Bularni qanday chiqaramiz? Siz bularni hammasini do'stlar o'zimiz sizni stanok o'rnatgan joyingizga, ya'ni agar siz xonadoningizga qo'yadigan bo'lsangiz, xonadoningizga borib texnologiyalarimiz sizga buni qanday chiqarishni o'rgatib qo'yadi. Bu yer ham hozir do'stlar, mana ko'rib do'stlar, oddiy xonadon yashash joyini podval qismiga o'rnatilgan, mana chiroyli ishlab chiqarish qilingan. Bu bochkalar nima deb so'ragan bo'lsa, bu bochkalar tayyor mahsulotlarni mana bunaqa qilib o'zlari qadoqlashadi. Ruchni qadoqlashadi. Ya'ni buni zaynat qilmaslik uchun buni o'zlari moslab olishgan. Zakazsiz biz sizga ham moslab berishimiz mumkin. Agar yo'q, buni ham o'zingizlar tayyorlab berasiz, buni ham zakaz bo'yicha tayyorlab berishimiz mumkin. Bizda do'stlar, bilasizlar, eng kichkinasi mana bunday 200 litrli qozonlar bo'ladi va eng kattasi 500 litr, 1 tonna bundan tashqari yana ketaveradi. Hozir hadovoyi 200, 300, 500 litrli qozonlar bo'ladi do'stlar. Mana hozir 300 litrli ham turibdi, 200 ham turibdi, 500 litrli ham turibdi. Buni ishlab chiqarishda do'stlar, texnologiyamiz sizga o'rgatib qo'yapti. Xo'p, endi mahsulotlar qayerdan olinadi? Mahsulotlar do'stlar, bularni idish, ximikant, hamma narsasi Toshkent shaharida bor. O'zimiz sizga nomer manzillarini beramiz. Mana bundaqa idishlarni olishingiz mumkin. Ya'ni do'stlar, mana bu oddiy nakleykasi yo'q idishni o'zlari yopishtirishgan yoki bo'lmasam mana bu yerda turibdi. Idishni o'ziga urilgan brendi, ya'ni o'sha o'zini brendi o'zini idishga urilgan. Mana shunaqa holatda. Xohlasangiz bunday idish bor, xohlasangiz bunday idishlar bor do'stlar. Siz xohlagan idishlarni topib beramiz. Mana suyuq gelga do'stlar, mana bunaqa bakalashkalarni o'zimiz sizga manzillarini aytib o'tamiz. Xo'p do'stlar, endi asosiysi bu stanoklarning narxi hamda bu biznes necha pul daromad olib keladi. Stanoklarimiz narxi do'stlar 1100 dan boshlanadi, 1800 dollargacha borishi mumkin. Bu sig'imiga hamda qanaqa materialdan qilinganiga qarab bo'ladi do'stlar. Eng kattasi mana bular 1800-1900 dollar sotiladi. Respublika bo'ylab bepul dastavka hamda ustanovkalar bilan hamda retseptlari bilan o'zimiz o'rgatib qo'yamiz. Endi do'stlar, bu biznesda necha pul olib keladi degan savolga do'stlar, mana shu qozonda 300 litr tayyorlanadi. Buni tayyorlash uchun sizga 3 soat vaqt ketadi. 3 soat vaqtda tayyor bo'ladi hamda 2 soatda bu soviydi. Ya'ni 5 soat. Bir kunda 300 litr olib chiqardingiz, 5 soatda 300 litr chiqardingiz, qolgan vaqtni sotuvga sarflasangiz, har bir litrdan, ya'ni bu kilogramda sotiladi. Keyin har bir kilosidan sizga taxminan 2000 so'mdan 5000 so'mgacha qolishi mumkin. Chunki mana bu ko'rib turgan qo'yiq yellaringiz sizga 7000 so'm, 8000 so'm atrofida tushadi idishi bilan. Ishchi kuchi, idishi, tok, rasxod hamma narsasi bilan 7000-8000 so'm atrofida tushadi. Siz buni bozorda 10000-11000 so'm sotishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz bundan 2000 so'mdan foydalangan taqdirda ham, ya'ni siz 9000 so'mdan Optimga bergan taqdirda ham 300 litr qozondan 600 000 so'm daromad degani do'stlar. Bu biznes haqida to'liq ma'lumotlarni, ya'ni har bitta mahsulot necha pulga tushadi, qanaqa bo'ladi, YouTube kanalimizga hozir Demox 3.7 kanaliga kirib, pastda ko'rsangiz texnologimiz bilan, ya'ni Botir aka bilan bo'lgan intervyu bor. O'sha intervyuni bir qator ko'rib chiqish tavsiya qilamiz. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ekranda nomerlarimiz turibdi, aloqaga chiqinglar. Menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosing va fikringizni albatta kommentariyada qoldiring.